UFC shousida tarixda ilk bor o'zbekistonlik jangchi Furqatbek Yoqubov va u Qozog'istonning eng iqtidorli jangchilaridan biri Alibek Idrisga qarshi jang qiladi. Janoblar, yarim o'rta vazn toifasidagi birinchi raund yakunlandi va sariqlar 3-1 hisobida oldinda. Shuning uchun biz navbatdagi juftlikni yengil vaznlarni tanlaymiz. Men bu yigitni juda qadrlayman. U mening sevimli Alibek. Uning raqibi esa kuchli, bu jahon chempioni Furqatbek. Yaqinroq turinglar. Menimcha Furqatbek va Alibek birinchi raunddagi eng teng juftlik. Ha, to'g'ridan to'g'ri ko'zga qarang. Lekin ustunlik biz tomonda, chunki Alibek Qozog'istondan jang qilmoqda va u o'z yurtining eng yaxshilaridan biri. Hozircha uni hech kim tanimaydi, ammo bu tez orada o'zgaradi. U iqtidorli. Olg'abek yonda va bizni qiziqarli jang kutmoqda. U tik turgan holatda o'tadi. Axir bizning Furqatbek kickboksing bo'yicha jahon chempioni. 3 karra. Olg'a Alibek. Xo'p yigitlar, bas qilaylik. Hali vaqti emas, biroz qoldi yigitlar. Oktagonga qozog'istonlik Alibek Idris chiqadi. U seniki Alibek. U kuchli o'zbekistonlik Furqatbek Yoqubovga qarshi turishga harakat qiladi. Boshladik. Kim universal jangchi unvoniga yana bir qadam yaqinlashadi. Buni esa The Ultimate Fighter 33-sonining 5-qismida bilib olamiz.